Ergeç ve Robiya sevgi qissasini nechik nomlasam ekan? Bir-biriga intilgan yurak. Yo'q. Sevgi armoni yo'q. Ha, topdim. Buyurmadi baxt deb nomlayman. Ba'zan sevgi ikki dilni qo'shilishi emas, balki bir-birine yetmin umr bo'yi istab yashashi. Robiya bilan Ergashni muhabbati ham shundayna. Ular bir-birini yo'qotmadi, sal kech qoldi. Sevgi ba'zan yetishmas, kutishga o'xshaydi. Yurakdagi armon bilan jim indamay yashashga o'xshaydi. Robiya bilan Ergash bir-birini istab o'tdi. Taqdirlari sevganlarni bir o'ynachoq o'xshaydi. Kutib turaver şurada. Ne bu chiroyli bo'pti, zo'r bo'pti. Bu gap boshqa. Temurbek ham yo'q odam bo'pti endi. Ergashbek. Kutilgan mehmonimiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchmi? Kayfiyatlar zo'rmi? Yaxshi keldingizmi? Nomunosabatlar bular. Bu shu desangiz, Temurbekni to'yi bo'lgan kuni edi bugun. Shuni munosabati bilan sahna bezaklarini tayyorlab, kichkina bazm o'tirib berajak. Nechik? Go'zal. Oo, Ergashbek. Geling. Temurbek. Ergashbek. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Joningiz sog'mi? Kayfiyatlar zo'rmi? Rahmat. Uzr, bugun to'y kuningiz ekan, bilmang gapmi? Tabriklaymiz. Rahmat. Aynan bugun ichanda shu ayolimiz bilan shuni nishonlayotgandik. Bugun danishtiraman sizni. Yaxshi. Marhamat. Qani marhamat. Hayotim. Danishing bu yangi hamkorimiz Ergashbek. Danishing bu ayolim Nuriya. Nuriya. Danishganimdan xursandman. Danishganimdan xursandman. Sizlarga xalaqit bermayin. Qani? Marhamat. O'tiring. Xo'sh, Ergashbek. Menga tovarlaringiz yoqdi. Iloji boricha reklamani yanada kuchaytirish kerak. Keyingi partiyada 2 barobar ko'proq tovar berishingiz kerak menga. Bo'ladi, yaxshi. Qaraverma. Kimsan? Az danış balamiz. Sen o'zingcha maktabda dori sotib yuribsan ekan. Kim aytdi? Bilib oldi. Men o ishni aytganim yo'q. Aytmadingmi? Aytmadim. Sen ne bo'lgandan bu ishni aytmasliging kerak edi. Men faqat buyruqni bajardim. Nichali yosh bolalar shu narsadan zararlanib o'lib turganini bilasanmi? Mana beri bir. Ey, sana buyruq bergan kim? O'zing yaxshi bilasan. Nazarmi, G'aniymi? Qaysi birsi? Bu sana topishmoq. Oğul hali shundaymi? Keyin sana og'ang bilan soyasini ko'rishadigan vaqti keldi o'qishida. Xabardan bo'l. Soyasizimni pachasi qaltiramasin. Ne deding? O'zim bilaman. Keyin Chiranaverma. Baribir yetishga to'lmaysan. Ne deding?
Demek Ergeshbek, sog' bo'ling. Omad tark etmasin. Rahmat. Sizlarga omad yor bo'lsin. To'y kunlaringiz qutlug' bo'lsin. Baxtli bo'linglar. Rahmat. Assalomu alaykum ota. Aleyküm assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Kayfiyatli yaxshimi? Rahmat. O'zingiz chiqsiz. Rahmat. Xudoga shukr. Maqara bir chiqib ketgan bola ko'zima donishroq ko'rinib turibdi. Bu meni toza hamkorim, Hodi Ergeshbek. Ergashbek. Ha. Yaxshi bola, xushmuomala, savdo sotiqqa kuchli. Muhimi e'tiborli ham muaji, o'z o'rnida ishonchli. Assalomu alaykum otajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Mashina minami? Hammasi o'z o'rnida ishlab boryapti hozircha yaxshi. Yaxshi. Menimcha bu bola shubhali. Bir surishtirib ko'rasammi? Xo'p ota, surishtirib ko'raman. Bir og'zim gapingiz. Esa, xabardan bo'l bolam. Xo'p, yaxshi boringlar. Ha qizim, ishlaring yaxshimi axir? Rahmat, xudoga shukr yaxshi. Balla bog'chadami? Havang bog'chaga ketdilar. Azondan nonushta qilmay, bog'chada qilamizda. Bog'chada shakar. Ha, yaxshi. Ali, Ha do'stim. qarab ber. Sana muhim topshiriqim bor. Lekin hech kim bilmasligi kerak. Bilasanmi Robiya? Seni akşam düşümde görüpman. Düşümde ham tinchlik yo'q ekandan. Ne oldu? Canınıza dedim mi? Yo'q ay o'jashdim. Hazil bilan ko'rdim qo'rqdim. Qiyofangni o'zgartirib meni tark etibsan. Odamlar ichidan seni qidirib topolmadim. Ko'zingiz düşüne ola girmedi. Yaxshi, shunda men ham qachon ko'rishamiz? Nasip etken gün. Yaxshi ketdim. Akam odamlar kelib qolmasa. Bir gün keladi hali haqiqat yuzaga chiqadi. Ko'ramiz shu vaqtda nechta ahvolga tushar ekansizlar. Alo. Geldiniz mi? Neredesiniz? Hava geldim. Çep tarafta hemen kara. Ha gördüm sizi. Yaxşı. Malika hem dersing tamam oldu mu? Ben Melike emasman. Zahraman. Zahra. Yaxshi Zahra o'jashdim. Qani yavoramiz? Bilmayman, içim aç bo'ldi lek. Aç bo'lgan bo'lsa, birga boraylik. Yuring, keting esa. Ketdikmi? Ketdik.
Telefonunu al, telefonunu. Şimdi gerekli vakti tapılmayın kalasan. Basarrak ye damakında kalmasın. Sigaret ver. G'aniku. Eshitaman. Sen ne için telefonunu almıyorsan? Ben sana telefon urganimda ne çalmıyorsan? Sana endi men javob beraman. Kim bu? Kimsen? Qistonma, nera qistanasan? Bu muhtaram qistoni bina bizani elimizga tushdi. Sen ham shura kelasing bormi ya? Kim bu? Kimsen sen? Ey muttaham! Sen kim bilen gaplashib turganingni bilasanmi o'zi, ha? Xo'sh, kim ekansan? Gel sen bilan bir yaqindan danışib olaylik. Bu Muxtar degan sheriking bilan hech chiqishib bo'lmadi. Balkim sen bilan chiqishib bo'lar. Ha? Nov deding? Sen itlaring bizani hududga girib dori sotib yuribdi ekan. Sizlar bizdan endi yaxshilik kutmanglar. Tushundingmi? Alo. Oh! Kızım işlerin yaxshimi axir? Rahmat, yaxshi, Allohga shukr. Alo. Hop. Hozirmi? Hozir boraman. Aka, meni ishga tashlab bermasangiz umidi. Yaxshi kızım, hazır taşımayın. Hazır. Tushundingmi? Ha tushundim. Asli ishni boshla. Oldu tamam. Tez günde ödeyeceksin tamam. Ağa! Ağa ne de gel. Alo. Alo. Ağa, muhtarını uçlap getipdiler. Kim? Neyde? Kaçan? Bilmeymen sayasızdan adamları uçlaptı. Sayasız? Kim o sayasız? Ölen bir işkendiyim ben. Ağa biz aram hayranmaz. Lekin kimligini anıklaşsa hareket etemem. Tez işe giriş. Hazır ofis yaparım özü. Yaxşı. Yola qarab turibmi? Allah'ım kadar karab. Yaxshi. Hamma gap bo'ldimi? Sayasız yok. Yo'q. Ur telefon.
Alo. Salam balacığım. Sayasız. Neredesin? Ha, gelese kütüp oturtmaz. Qarab oturttu. Yaxşı. Yoldayken ne yatar? Yolda? Yaxshi kelaversin. Nazarni ishini amal etamiz. Ortak Rahimov. İşlem ortabaş. Ve bu insan Ergeş Mahmudov boladı. Bunu öz nezaretinize alıp şuğlanıp görüşünüz gerek. Özüne yaxşı hukuk etvarı arkalı yakında azatlığa çıkarılgan. Elimizdeki malumatlara göre bu kimse çıktır bir todalara arlaşkan okşadı. Şunu özünüz nezaretinize alıp küzetişinizi sorayım. Hop bo'ladi ortak başlık. Kuzatuvga olamiz. Yaxshi. Ne oylab otursan? Yo'q, uzun. Ovqat yapmadım ya. Yeyman hozir. Og'am bilan gaplashaman devadingiz. Gaplashmadingizmi qani? Ağam bilan gaplashaman. Hozir ağam bilan so'rashmakka vaqt qo'ydiribdi. Ağam bilasan. Ağam jiddiy adam. Vaqt topib gaplashib olamiz. Og'amni jo'rasidan so'rab turibdilar meni. Ixtiyoringiz borib ketaman. Qo'rqib ketasiz-ku. Ama senden başka herkes kamuoyda. Yaxshi o'ylashaman, ovqatini ye. Men unda bujashmang. Afisan. Doktor ahvolimni chek. Ahvoling yaxshi. Lekin bize bergan dori-darmonlarni vaqtida ichishing kerak va o'qillarni olishing kerak. Aha, unda menga qachon javob berasiz? Sen yana bir 10 gün yatmasang bo'lmaydi. Shunda yaxshi bo'lib ketasan. Ne ağır gün oldu bugün. Hemmesinden xarıdım. Ergeç Mahmudov. Sizmi? Manman ava. İçki işlerden Rahimovman. Sağlıklı. Bize bilen bölünmeye başladık. Sebep? Qanday bir hujjatlaringiz bormi borishim uchun? Bor emansaniz, orderimiz var. Yaxshi. Bo'lmasam o'zim mashinada boraman. Mashinanız o'zi boradi, siz bizani mashinada ketasiz. Ortiqcha harakat bo'lmasin. Ağa. Assalomu Aleyküm assalom. Canınız sağ olun. Atakan rast boğay. Sen gittik mi?
Yine apamız yakın zay. Salam apa. Ben geldim. Oğlunuz 10 yıl deyəndə yanınıza qayıtdı. Kasas amayınca ben bu yoldan qayıtmayım ha. Əlbəttə kasasınızı alam ha. Ağa, üye gireyim.